Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan chang yutgichlar necha turga bo'linishi va ularning vazifasi haqida gaplashamiz. Bugungi chang yutgichimiz RAF brendiga tegishli bo'lgan hozirgi zamonaviy va ixchamlashtirilgan chang yutgich bo'ladi. Chang yutgichlarning vazifasi uy va ofislarni tozalash uchun ishlatadigan jihoz hisoblanadi. Chang va mayda qoldiqlarni yutish orqali pastdagi sirtni toza saqlab beradi. Chang yutgichlar asosan 5 turga bo'linadi. Ulardan biri klassik, ya'ni shlang bilan ishlaydigan, vertikal, qo'l chang yutgichlari, robot chang yutgichlar hamda suv filtri bilan ishlaydigan chang yutgichlar. Endi bugungi asosiy chang yutgichimiz RAF brendiga tegishli bo'lgan chang yutgich haqida gaplashadigan bo'lsak, buning asosiy xususiyatlaridan biri quvvati 120 vatt bo'ladi. Batareyasiga keladigan bo'lsak, batareyalari 2200 mAh to'liq zaryad bilan taxminan 1 soat bemalol ishlab bera oladi. Chang yutgich bir marta ishlagandan so'ng uning quvvati tugaydi va zaryadlash soati to'liq zaryad berishi 4,5 soatni tashkil etadi. Undan tashqari uning chang idishiga keladigan bo'lsak, chang idishi 0,7 litrni tashkil etadi hamda uning tozalash tizimi 2 turga bo'linadi: quruq va nam tozalash tizimlari. Shovqinlanish tizimiga keladigan bo'lsak, 70 desibelda ishlaydi. Undan tashqari qo'shimcha xususiyatlari 2 xil rejimda ishlaydi, ya'ni 2 xil bosqichda u tezlanadi hamda yengil va qulay dizayn bilan ishlangan. Chang yutgichimizni olib qo'yadigan turbasi tufayli qo'lda ushlash juda ham oson hamda u nafaqat uyingizni, balki yumshoq mebellaringizni ham juda ham tez va sifatli qilib tozalab beradi. RAF brendiga tegishli 8675 modeldagi chang yutgichlarni xarid qilishingizni maslahat beraman, chunki ular zamonaviy dizayn va sizning qulayligingiz namoyondasidir.